Salomatmisizlar azizlar. Bugun SSR tangalari haqida gaplashamiz. Tak, mana yaxshilab ko'rinyapti. SSR tangasi любой 21-yildan 91-yilgacha chiqqan SSR tangalar agar buni tarafi gerb bo'lib turib, bu yog'i ham gerb bo'lib qoladigan bo'lsa, bu brak tangalar qiziqtiradi meni. Shunaqalardan bo'lsa tashinglar. Yoki bo'lmasa teskarisi mana qaranglar. Bu yoqda ham 5 kopeyka, o'girsangiz u yoqda ham 5 urilib qolgan. Bu pereputkalar bo'ladi. Tushuntira oldim? Yoki bo'lmasa mana qaranglar. Bu yog'i 5 kopeyka, unda o'girsanglar gerbi 90 gradus qiyshiq bo'lib qolgan bo'ladi. Bu surilib qolgan deyiladi. Mana shunaqalar ham bo'lsa brak tanga hisoblaniladi. Bularning narxi где-то 20-30 mingdan holatiga qarab boshlanib to 1-2 million kerak bo'lsa, undan ham agar redki yillar bo'lsa, undan ham qimmat bo'lishi mumkin.